Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı devamlaştırmaz. Ende işkinci leksiya, sizden bunun köngül bildiğinizde işini ve hürmetli vatandaş, işkinci leksiya degende. Mavzumunda bugünkü islaha 2020 yıl 6. ayının 30. günü ettiği seyşembe vatandaş. Endeki mavzumunda erek yok düşma. Dokalata Cungo Kompartiyası'nın Şenjan'da, yani Müstemlik Uyguristan'da, Şenjan diyen Müstemlik Uyguristan'da ayallağa toğut çekleş elip bargallığı baş kılındı. Mavzulu haber 6. ayının 29. günü Erkin Asya Radyosu'nun Xitay Tel programı ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Ötken 4 yılda Cungo hükümeti planlıqtı o siyasını asta koyup etip. Planlıqtı o siyasını asta koyup etip. Geçiren vatandaş. Planlık doğu siyasetini asta koyup etip. Xitay milletinin köp tuğutluk Xitay bu milletinin yani Uygur'la köp tuğutluk buluşuğa geçirenler. Xitay bu milletinin yani Cungo'da Xitay milletinin köp tuğutluk buluşuğa ilham verdi. Lekin Şinjan'da yani Müstemlik Uyguristan'da tuğuş ve balılık buluş nispeti tuyuksuz tüvellep gitti. Yakında ilan kılıngan dokulatı baykaldı ki, bu derecede tüvellep gitişinin Cungo hükümetinin nüfus ahalini kattık çekle siyasetiga münasebetlik ikenligi aşkarlan. Münasebetlik ikenligi aşkarlandı. Mutaxassisler mundaq tasvirledi. Bundak mecburi tuğut çekleş, türlük çağrılar bilen çekleş kılıkları Allah kaçan erek yok doğuş dercisiga yakınlap geldi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemasi haftaning 1 kuni bayonot e'lon qilib, bu qilmishni ayblab, Cungo Kompartiyasining insoniyat axloqiga yot bo'lgan xo'rlash harakatini darhol to'xtatishni talab qildi. 2019 yılı Cungo'nun Şinjan'da zor kölemde Uygurlarını nazarband kılgan sallık malumatını aşkarlagan Germaniyalik alim Adrian Zennes. Germaniyalik alim Adrian Zennes 6. ayının 29. günü bir parça dokulat e'lon qilib, Cungo hükümetinin Uygur ayollarını mecburi tuğut çekleş elip bargalgı. Bu arkalık Şinjan'da, yani Müstemlik Uyguristan'da Uygurların nüfus ahalisinden üstünü çektigelligini ispatlap verdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemasi Davlat islohoti Mike Pompeo haftaning 1 kuni bayonot e'lon qilib, hamda Twitterda maqola e'lon qilib, Cungo Kompartiyasining Şinjan'da, yani Müstemlik Uyguristan'da elip berayotgan bostirish hareketlerini ayıpladı. Davlat islohoti mundaq ko'rsatdi. Biz Cungo Kompartiyasiga chaqiriq qilamizki, bu xil terroristlik harakatlarni darhol to'xtatish kerak. Hamda dunyodagi barliq davlatlarning Amerika bilan birlikda insoniyat qalbidan chiqqan bu xil xo'rlash harakatini to'xtatishni talab qildi. Amerika Birleşme Agentligi
Germaniya alimi Cungo Kompartiyasının Şinjan'da elip beriyotgan mecburi nüfus alı tizginlash siyosati fosh qildi deb ko'rsatdi. Adrian Zennes materiallarni redlab, Cungo aloqador tarafdan statistikalik ma'lumotlardan shuni bayqidiki, Şinjan'da Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan ishga cho'ng shahar. Mustamlika Uyg'uristondagi ishga cho'ng shahar Qashqar va Xotanda nüfus va aholining ko'payish miqdori 2015-yildan 2018-yillar oralig'igacha 84% azayib ketdi. Buni chiqarib baqsaq, son nisbati chiqarib baqsaq, buni men to'g'ri tushunmayman. Agar 100 odamning İçinde 84% adam kemaydi degan gapmi? Vaqtida millat qaysalığı kelib qolgan bo'ldi vatandosh. 2019-yili texmi tuvallab ketdi. Bundaq tuvallab ketish Cungo hukumatining shu yerda yo'lga qo'ygan majburiy tug'ut cheklash, majburiy uzuk soldirish, er bilan ayolni ayirib etish siyosatiga munosabatlik. Adrian Zennes Erkin Asya Radyosu Xitoy til programmasiga mundaq ko'rsatdi. Biz bu dokladni yozayotgan chaqda bir necha oycha keng ko'lamli tadqiqot olib bordik. Cungo'da aloqador taraflarning statistikasini redlab chiqdik. Planliq tug'ut siyosati hujjatlarini o'qidik, tekshirdik. Hem de Uyghur ayolları bilen sohbet elip bardak. Adrian Zennes bundaq ko'rsatdi. Cungo hükümeti Uyg'urlarning nüfusini cheklashga urinyapti. 2016-yildan beri bu siyosat texmi qattiqlashdi. Şinjan'ning mustamlika Uyg'uristonning ba'zi joylarida nüfus aholining o'sishi, kemiyishga boshladi. Amerika Birleşme Agentligi o'xshash bir kunda imzolab uzun bir maqola suhbat xotirasi e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. O'xshash materiallarni va Cungo aloqador taraflarning hujjatlarini ko'rish va ziyonkashlikka uchragan ayollar bilan suhbatlashish orqali Adrian Zennes ishga tadqiqot natijasini dalilladi. Adrian Zennez'nin tadqiqot natijasini Amerika Birleşme Agentligi dalilladi, ya'ni rostlaydi. Adrian Zennez Erkin Asya Xitoy til bo'limiga mundaq ko'rsatdi. Birleşme Agentligi muxbirning bexatarligini va yaqindan beriki Amerika Cungo munosabatining jiddiyligini o'ylashib bu maqolaga imzo qo'ymadi. Dikkat qildingizmi vatandaş? Vaziyatning nima ekanligini shunday ko'rib olasizmi?